ishga buyurilyapti. Bizda o'tgan jumada ham biz gaplashdik. O'g'illarimiz o'zi kelin topmasin. Qizlarimiz ham xuddi shunaqa o'zlariga er topmasinlar. Bugungi bo'layotgan ajrimlarni ancha foizi ana shu narsaga bog'liq. Ya'ni o'g'limiz borib kimni topib kelyapti? Masalan, bir o'g'il bola qanaqa qiz topishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? O'g'il bola bir qizga qaraganda albatta birinchi navbatda uni qaddi-qomatiga, ko'z qoshiga qaraydi. To'g'ri emasmi? Boshqa narsasi bilan uni ishi yo'q. Shu joyi yoqdi, bo'ldi, tamom, shunga uylanaman deb turib oladi. Ammo uning orqasida turgan otasi bor, onasi bor. Tayinlimi, yo'qmi ular? Qanaqangi oilada katta bo'lgan? Uni oilasidagi holatlar seni oilangning holatiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ertaga bir tashvish tushib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, qiz tomondagilar nimaga ko'proq urg'u beradi? Ba'zi bir shunaqasi bo'ladi, ajrashishga urg'u beradi. Kerak emas deydi. Yashamasin deydi. Masalan, o'zimning hayotimda bo'lgan bir hodisa, bir kishiga nikoh o'qib turibmiz. O'sha nikoh bo'layotganda nasihat qilamiz. Men mahalla nasihat qilishga harakat qilaman, shu yodida qolsin o'shalarni. Nasihat qilib turibman, qizga qarab gapiryapman, kelinga qarab. Ering mabodo ko'chada, bu hadis. Lekin hadis deb gapirmayapman uni. Ko'chada mabodo jahli chiqib kelib, senga bir yomon gapirib qo'ysa, hech ham jahling chiqmasin. Nima ayb qildimmi? Nima ko'chadan kelib darrov menga baqiryapsan dema. Darrov uni qo'lini ushlab turib, dadasi, siz rozi bo'lmasangiz surma ham qo'ymayman. Nima bo'ldi sizga? Nega xafasiz? Keling, men sizni xursand qilay degan ma'noda shunaqa gaplarni gapiring deb tursam, onasi naroqdan turib, agar shunaqa holat bo'lsa, yig'ishtirib chiqib ketamiz biz, unaqa qila olmaymiz, bizga unaqa gaplarni gapirmang deyapti. Hali nikoh endi bo'lyapti, tushunyapsizmi? Ona ajralishga tayyor. Agar shunaqa narsa kuyovimdan sodir bo'ladigan bo'lsa, men qizimni ajratib olaman. Unaqa narsani quymang bilan qulog'iga deydi. Qizimni aybi bo'lmasdan turib shunaqa gap gapiradigan bo'lsa, men ajratib olaman qizimni. Ana shunaqangi betayin oilalarga duchor bo'lib qolish kerak emas-da ona. Ammo bizning bolalarimiz ko'chada birov bilan ko'rishib qolib, yoqib qoladigan bo'lsa, u qosh ko'ziga e'tibor qiladi, ammo uni onasi bilan uni ishi yo'q uni. Bir narsa desangiz, men uni onasi bilan yashamayman deydi. Birodar, o'shani onasi bilan yashaysiz, bilib qo'y. Ana shu narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Bolamizga tushuntirish kerakki, bolam qizi kelyaptimi, iloji yo'q onasi bilan birga keladi. Ma'naviy jihatdan u onasi bilan birga keladi. Shuning uchun biz uni nimasiga qarashimiz kerak bo'ladi? Onasiga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shu jihatlari bor. Demak, o'g'limiz o'zi kelin topmasin, demak, biz yordam berishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu haqda gapiryapti. Orangizdagi tullarni uylantirib qo'ying degani, tullar o'ziga xotin topib olsin demayotibdi. Siz uylantirib qo'ying. Ya'ni misol uchun o'g'il uylanaman deb bir qizga qarasa, shahvat nuqtai nazaridan qaraydi. Ammo siz bilan biz shahvat nuqtai nazaridan qaramaymiz. Biz birdaniga uni nima, kim edi bular? Oilasi qanaqa? Qanaqangi kishilarning bolasi? Biz ana shu jihatiga e'tibor qilamiz.